Assalomu alaykum do'stlar. Ikkinchi video darsligimizda biza trade qilishimiz uchun hisobimizni to'ldirishimiz kerak. Ya'ni real akkauntimizga hisobni to'ldirish va trade qilib foyda qilish real hisobda. Tak, пополнить счетni bosamiz va bu yerda to'lov usullari bor. Kriptovalyuta, Uzcard, Humo, har xil to'lov usullari bor. Bizga hozircha Humoni tanlaymiz va Humoga kirib Humoga kelganimizdan keyin minimalka hisob to'ldirish 130 ming so'm ekan, ya'ni $10. Biz 150 mingga to'ldirmoqchimiz. Prosta bu videoga yetadi shunaqa to'ldirib sizlarga ko'rsatib berishim uchun maslahat beramanki, $50 dan ko'proq summa bilan hisobni to'ldiringlar do'stlar. Promo kod degan joyga YES 998 ni bosasiz va prastajni bosib sizlarga oplatani bosamiz. Tak, mana bizga karta chiqazib berdi aytganimdek. Mana shu Humo kartaga mana shu kartani kaprat qilamiz. Mana nusxa ustiga bosdik. Keyin to'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Bizlarga paynida klik farqi yo'q, xohlaganlarda to'lov qilsa bo'ladi. Qaranglar, masalan 150 ming o'tkazaman dedilarmi? 150 ming toshni o'tkazinglar. Chunki o'tmay qolishi mumkin-da. O'tmay qoladi agarda xato o'tkazib qo'ysanglar, masalan 1 million toshni hisob to'ldiraman dedilarmi? Shu 1 million toshni ko'p ham, kam ham bo'lmasligi kerak. Va mana 150 ming yozib olamiz. Mana men ham xato qilmoqchi edim, sal qoldi. Va o'tkazishni bosamiz va ko'rishingiz mumkin. Bir daqiqa ketmasdan hisobga pul tushadi. Mana bilansingizki 150 ming so'm muvaffaqiyatli to'ldirildi deyapti. Bosh sahifani bosamiz. Nachat targ'ibotni bosamiz. Tak. Mana do'stlar, saytga ham kirib oldik. Qaytib tak, hisobimiz ham mana bir daqiqa ketmasdan 150 ming so'mga to'ldi va $11.50 bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Tak, endi biz tepaga pastga qilib savdo olsak bo'ladi. Do'stlar, tavsiya qiladiganim kamida $50 to'ldiringlar. Agarda shunaqa to'ldirsanglar yaxshi savdo qilsanglar bo'ladi. Bunaqa kam summa bilan savdo qilishni maslahat bermayman. Hisob to'ldirganlar menga yozib olinglar, hisobim to'ldirdim, screenshot qilib tashlanglar. Men sizlarni VIP kanalimga qo'shiraman. Shu yerda videolar, texnik tahlil, matematik tahlil hammasini ko'rib savdo qilsanglar bo'ladi. Davay. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.